Oradan salkam 7 asr vaqt o'tibdiki, Amir Temur bobomizni qoldirgan ulug' merosiga bo'lgan qiziqish dunyo bo'yicha bir soniya ham susaygan emas. Qator mamlakatlarda, xususan Amerika, Angliya, Turkiya, Hindiston, Xitoy va Rossiyada Amir Temur davlatchilik tarixiga bo'lgan qiziqish nihoyatda yana qaytadan ortib borayotganligiga guvoh bo'lyapmiz. Albatta buning o'ziga xos sabablari bor. Asosiy sabablaridan biri shundan iboratki, bugun insoniyat talatub turli urushlardan, zulm va zo'ravonlikdan boshi chiqmayotgan bir holatda insoniyatning adolatli jamiyatga, barqaror davlatchilik qudratiga intilish g'oyasi yana tobora ortib bormoqda. Ana shunday tahlikali damlarda avlodlar ko'proq ajdodlarning qoldirgan merosiga, ular yaratgan ulug' imperiya saltanatiga bo'lgan ehtiyoji ham ortib boradi. Zotan Amir Temur bobomiz yaratgan ulug' davlatchilik Yevrosiyo mintaqasida 35 yil tinchlik va osodalikni ta'minlashga erishgan siyosatning tantanasi edi. Ana shu nuqtai nazardan davlatchilik konsepsiyasi, Temur tuzuklarida ilgari surilgan g'oyalar bugunda ham dunyo olimlarini e'tiborini jalb qilib kelmoqda. Shunday ekan, biz tarixdan hali hamon saboq o'rganishimiz, Amir Temur bobomizning vatanparvarlik, ayni paytda jasorat va mardlik, davlat arbobi sifatidagi fazilatlariga yana takror murojaat qilishimizga muhtoj bo'lyapmiz. Davlatchilik ta'limotining konsepsiyasi bevosita ikkita asosiy yo'nalishga asoslanadi. Birinchi yo'nalish, jamiyatda va davlatda munosiblar hukmronlik qilishi lozim. Munosiblar davlatni himoya etish, uning barqarorligini ta'minlash, adolatli va samarali boshqaruv tashkiloti tuzilmalarini tashkil etish, ayni paytda xalqni ulug' g'oyalarga safarbar etish bilan belgilanadi. Ikkinchi masala esa, bu muhim masalalardan biri, bu davlat idorasida aql har doim tantana qilishi lozim. Ana shunday fikrlardan yana biri shundan iboratki, u kishi aytadilar: "Amr etdimki, saltanatim martabasining eng ulug'i olimi fuzolalar bo'lsin. Olimlarni, fozillarni, diniy ulamolarni jamiyatning mafkurasiga, jamiyatning aqliga va uning istiqboliga mas'uliyatli shaxs sifatida belgilanishi jamiyatni taraqqiyotiga yetaklovchi omil sifatida qaraydi." E'tibor bering, jamiyat tabiati shundayki, u rivojlanadi, u shakllanadi, u yuksaladi. Ana shu yuksalish, rivojlanish, shakllanish o'ziga xos tabiatga ega. Bu tabiatda aql bilan, idrok bilan, iymon va insof bilan yondoshgan Amir Temurning ayollari albatta shak shubhasiz jamiyatni ham ana shunday yuksaltirishga xizmat qiladi. Aksi hollarda jamiyatlar tanazzulga uchrashining sababi yuksalish va rivojlanishni istagan jamiyat va davlat hukmdorlari ana shunga loyiq bo'lgan aqlli va shijoatli, e'tiqodli va iymonli odamlarni hokimiyatdan mahrum qilish asnosida hokimiyatni tubanlikka, hokimiyatni tanazzulga olib keladilar. Shunday ekan, bugun ham bizni hayron qoldiradigan, hayratda yoqamizni ushlaydigan Amir Temur bobomizning sirli sinoatli g'oyalari hayotimizda ham barqaror. Shunday ekan, bugungi o'zgarayotgan va yangilayotgan jamiyatimizda Amir Temur bobomizning g'oyalari taraqqiyot va istiqbolimizni belgilovchi asosiy ma'naviy poydevor bo'lib xizmat qilishiga hech shubha yo'q.